Qayerda $200? Ha, $200 chetga oldimi? Ha. Assalomu alaykum kuzatib borchi obunachilar. Sizlarga bugun 76 diskalarni obzorini qilib beraman. Xo'sh, Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga shu ko'rib turgan barcha texnikalaringga 76 shu holatdagi diskalarni yasab bergani kelganmiz do'stlar. Sizlarga buni qanday tushishi, qanday o'rnashini men batafsil tushuntirib o'tmoqchiman. Bu 90lik kultivatsiyalarimiz ham qay holatda siljigan, shularni ham ko'rsatib, tushuntirib, qo'limdan kelgancha sizlarga o'tib ketaman. Xo'sh, bu 76 sxemaga bu texnikamiz tayyor. Shularni siz bilan bir ko'rib chiqamiz. Diskamiz shu holatda bo'ladi. 4 dona 13 diskadan ikkita 76 chiqadi. Sabab bitta diskamiz bu balon turadigan yerga ketsa, bitta diskamiz qopqoq o'rnida ketadi. Shuning uchun 4 ta 13 diska kerak bo'ladi. Buni sizlarga hozir oralig'i necha chiqishini, shularni hammasini tushuntirib, ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa do'stlar, bitta like bilan obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa yangi qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rishingiz uchun shunaqa 76 diskalar qidirib yurgan akalarimizga, texnika ishqibozlariga shu videoni jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Bo'lmasam ketdik do'stlar. Mana do'stlar, video uzilgani yo'q. Metrda u yo'g'ini, buni o'rta chizig'ida turibdi. Bag'ini o'zim ushlab turibman. Xo'sh, mana ko'ringlar, balonni oralig'i mana tishini o'rtasiga qo'yadigan bo'lsak, 1.55, 1.56 plus minusda balonni orasi torayadi. O'zi aslida 90 sxema, 90 holatda bu diskamizning oralig'i 1.80 emas, 1.90 bo'ladi. Emtizlarning bartovoyi 5 santidan kengroq bo'ladi. Shuni hisobiga to'shning 1.52 bo'lmaydi do'stlar. Xo'sh, shuning uchun 1.5 santidan texnikamiz shu holatda 76 dan 1.5 sant holatda jicha keng yuradi. Endi bu misol uchiqaga ziyoni yo'q, agatimiz ichida yuraveradi. Misol bu indikatorlarimiz o'rnash holatlari bu. Mana cho'tki holatda o'rnagan. Mana bir ko'rsating. Xo'sh, ushbu holatda ko'rinib turganday bo'ladi. Mana shu holatda kimdir boshqacharoq o'rnatyapti. Hamma har xil, kimga qanaqa degandek. Xo'sh, diskamizga keladigan bo'lsak, do'stlar, diskamizga garantiyalarimiz bor. Mana shu qilgan svarkalarimizdan ko'chib, yorilib, sinib ketsa, o'zimiz yo boshqa qilib beramiz, yo bergan pulingizni qaytib beramiz do'stlar. Yana bitta ko'pchilik kommentariyalarda so'rab borishyapti, telefonda ham so'rashyapti. Ingichka diskani qo'yib bera olasizmi? Sizlar aytgandek qilib bera olaman. Qaysi variantda desalaring, hammasini qilib beraman. Faqat bitta masalamiz bor. 9 diska mana yasalgan holati emtizi 80 belaruslar uchun bu 76 sxemaga tushmaydi. Tushadi, faqat agar misol 76 ni sentrida yurmaydi. Shu 5 santi 76 ni sentridan kengroq yuradi. Sabab emtizini bartovoy kengligini hisobiga. Xo'sh, bu diskamiz ham yuraveradi, lekin o'sha agatni qirg'og'ida yaqinroq yuradi, ikkala chekkaga. Bu yasalayotgan diskalarimiz esa 28 TTZ LS degan texnikalarimizga, HR texnikalarga 76 ga to'shni tushadi. Shuni ko'pchilik farqiga bormayapti. Misol bu yer tekis turar ekan, bu yaxshi turar ekan. Mendan bundan qilib ber emtiz uchun deb ko'pchilik so'rashyapti mendan. Yo'q, bu bo'lmaydi emtiz uchun. O'sha keng yuradi, shu tomoni bo'lmaydi. Bu holatda 76 ni sentrida yuradi. O'zlaring misol metrda ko'rdilaring. Misol bu diskamizdan emtiz 80x uchun qo'yadigan bo'lsak, hozir 1.56 chiqqan narsamiz buni qo'ysak 1.61 shunaqa atrofida 1.62 chiqadi. 80 sxemaga to'g'ri kelib qoladi, 80 uchun, emtiz 80 uchun. Shuning uchun buni 28 LS TTZ texnikalariga qo'yamiz.
Mana do'stlar, ish faoliyatlari qizg'in ketmoqda. Xudo xolasa diskalarimizni tayyorlab bormoqdamiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab diskalarimizni yetkazib berishga harakat qilamiz. Dastavkalar kelishilgan narxlarda. Misol diskalaring bo'lsa o'zlaringda olib kelib bersalaring, yasab ham beraveramiz. Agar mabodo 10 tami, 15 tami texnikaga kimdir yasatmoqchi bo'lsa, shular bitta bo'lib menga telefon qilsa, o'zimiz borib yasab berish xizmatimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Xo'sh, ishimizga xudo xolasa garantiya